Uyi bitib, endi qanaqa stul olsam ekan deganlarga zo'r joy topib qo'ydim. Trend mahsulot rubrikamizning ikkinchi soni Fet mebellar do'koniga kelganmiz. Keyingi mahsulot nima bo'lishini izohda o'zingiz yozib ketsangiz bo'ladi. Hozirroq videoni remont yaqinida tugagan tanishingizga yuborib qo'ying. Bu stulni nafaqat high-tech, balki klassik uslubdagi uylarga, kafe, restoranlarga ham to'g'ri keladi. Birolarga shu do'konda sotuvchi bo'lib ishlaydi, aytishlari bo'yicha trenddagi mahsulotlar shu stulda ekan. Aka 30 sekund vaqt beramiz, shu stulni afzalligini sanab bering. Bo'ldi. Stolimiz Milan. Razmeri 80 ga 1 buni mexanizmini ham qilib beramiz. Katta kichkina. Usti MDF, oyoqlari yog'och. Stolimiz Berlin, karkas Turkiyadan keladi, materiallari mo'yshi, xohlagan materiallarni qilib beramiz. Bu narsamiz nima? Bu stolimizning ichki ko'rinishi, skeleti. Parlon 28 qo'yiladi. Shu interyerga qarab materialni to'g'rilab beramiz. To'g'riladi. Bu necha qavat? Bir qavat paralon? 2 qavat qo'yilganda. Qavat qo'linadi. Zo'r, 30 sekund bo'ldi. Stullarning assortimentini ko'rasizlar o'rtoqlar. Agar sizga qiziq bo'lsa, pastda ularning raqamlarini qoldiramiz. Keyingi videolarda uyingiz uchun foydali qanaqa mahsulotlarni ko'rishimizni xohlaysiz, izohda yozib keting. Uy-Blok.uz orzudagi uylarga bir qadam qoldi.